Demak, bu video Koreyaga kelmoqchi bo'lgan va Koreyadagi odamlarga, Koreyadagi yurtdoshlarimizga juda ham foydasi tegadi. Xo'p, do'stlar, agar siz Koreyada bo'lib uyga, ya'ni O'zbekistonga yoki o'zingizni davlatingizga boradigan bo'lsangiz yoki O'zbekistonda hozir bo'lib turib Koreyaga kelmoqchi bo'lsangiz, bitta kerakli maslahatni sizga beraman, ya'ni o'zimda bo'lgan holat bo'lganligi uchun. Xo'p, O'zbekistonga borgan paytingiz, agar Koreyada bo'lib turib O'zbekistonga borgan paytingiz, qaysi yumushingizdan qat'iy nazar va qanaqa vaqtga borishingizdan qat'iy nazar, birinchi bo'lib tibbiy ko'rikdan o'tib oling. Masalan, 15 kunga borishingiz mumkin, 1 oyga borishingiz mumkin, 1 haftaga borishingiz mumkin, bilmayman. Tibbiy ko'rikdan yaxshi o'tib oling. Ayniqsa stomatologga borib, agar tishlaringizni to'g'irlatmoqchi bo'lsangiz, to'g'irlatib oling. Zero agar Koreyaga kelib, Xudo ko'rsatmasin, kasal bo'lib, betob bo'lib qolsanglar, bu birinchidan qaranglar. Zavoddagi ishlaringni to'xtatadi, pullaringni to'xtatadi va bu yerdagi meditsina juda qimmat. To'g'risini aytishlaring mumkin, strixovka bilan to'lasa bo'ladi. Ba'zi bir holatlarda bo'ladi. Lekin hamma holatlarda emas. Masalan, zavodning ichida bo'lib turib, zavodning o'zida betob bo'lib qolsangiz, mana shu holatda sizga pul to'lanadi. Ya'ni zavodning o'zi обеспечить qiladi. Ya'ni ta'minlab beradi bu holatda. Lekin agar siz o'zingiz bironta kasal bo'lib qolsangiz, betob bo'lib qolsangiz, immunitetingiz tushib ketsa, kerakli vitaminlarni ichib yurmasangiz, Koreyada bo'lib turib, ish uy ish deganlariday tez betob bo'lib qolishingiz mumkin. O'zbekistonga borgan paytingiz mana shu narsalarni inobatga olgan holda, ayniqsa stomatologda, o'zimda bo'lgan holatda, stomatologga borib, bir marta bo'lsa ham o'zlaringni tishlaringni xususiy klinikada tekshirtirib olinglar, do'stlar. Chunki bu yerda o'zimni yaqin tanishimda bo'lgan holat, yaqin bir tanishimning tishi og'rib qolganda, bitta tishi og'rib qolganda, uni olish, uni davolash umumiy hisobda 900 ming wonga tushgan. Bu o'zimizni pulga, menimcha 8 million atrofida bo'ladi. 8 million, 8,5 million atrofida bo'ladi. Ya'ni bu bitta tish haqida ketyapti hozir gap. Shuning uchun do'stlar, sog'liklaringni asranglar. Sog'liklaring, sizlarning sog'liklaring o'zlaringni qiziqtirmaguncha hech kimni qiziqtirmaydi. Shuni bilib qo'yinglar har doim. Demak, Koreya haqidagi yangiliklar va Koreyadagi eng kerakli bo'lgan maslahatlarni bilib olish uchun podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying.